Do'stlar, mana yangi videomiz ham chiqdi. Biz bu videoda har bir yangi obunachi uchun bittadan o'yin quramiz. Kechani o'zida 4 ta obunachi kelibdi. Shuning uchun 4 ta o'yin quramiz. O'yin qurishni boshladik. Obuna bo'lsangiz, sizlarga ham o'yin qurib beraman. Bizga kerakli narsalar birinchi uyda qurishni boshlaymiz. Birinchi uyimiz shunday holatda bo'ladi. Aytgancha do'stlar, biz o'z Minecraft'imizni yangiladik. Ya'ni oldingi videolarimiz bilan 1.20 1.18 versiyasida oldingi videolarimizni yuklayotgandik. Endi esa 1.21 versiyasida hozir o'ynayapmiz do'stlar. Do'stlar, ko'rib baho beringlar. Qanday uyimiz qanday chiqyapti? Mana do'stlar. Mana do'stlar, birinchi uyimiz shu ko'rinishda bo'ladi. Birinchi obunachimiz uchun shunday ko'rinishdagi uy. Mana birinchi obunachimiz uchun juda chiroyli. Bu yerga mana bu 2 etajli bo'ladi. Bu yerga narvon qo'yib sizlarga ikkinchi etajni sizlarga ko'rsatib beraman. Do'stlar, mana do'stlar, ikkinchi etajda bu yerda yotoq va har xil narsalar bo'ladi. Bu o'zining aylantasi bo'lib, mana shunday ko'rinishga ega bo'lgan do'stlar. Hozir sizlarga tomini ham ko'rsataman. Mana do'stlar, birinchi uyimiz tayyor. Ikkinchi uy uchun agar shu video ikkinchi uyimiz uchun shu video yana bitta obuna yig'ishi kerak bo'ladi do'stlar. Mana tomi, mana chiroyli ko'rinishga kelgan holatda. Mana do'stlar, chiroyli holatga kelgan. Bu yerda bunday qilib gul ekib qo'ysalaring ham bo'ladi do'stlar.